O'zbeklarga nima yarashadi? Xursandchilik kunlar, yaxshilik kunlar hamda to'ylar yarashadi. Bu yerda sizlarga to'plam nabor qilib qo'yganmiz. Sarpo qiladiganlarga sizlarga bir chekana qaysi firma narsalari, nima narsalar shularni tanishtirib o'tamiz. Qo'limdagi narsa Super Satin deyiladi, James Clay firmaniki. Undan keyingisi bezali narsa, bu Brand firma. Juda ko'pchilikka tanish. Bu yoqda dasturxonlarimiz Bellahon, mana Kilyonka bilan bunaqa bezakli dasturxonimiz bor. Bellahon firmaniki. Victoria's Secret. Bu hozirgi vaqtda trendda bo'lib turibdi. Bundan qolishmayman deb Brand firmani mana Hermeslar turibdi. Bu yoqda naborlari bor. Hermesni mana 3 xil ko'rinishda rasvetkasi. Bular yuz sochi, bulari sauna sochi. Endi bu yoqda buni ko'rsatsangiz, bu ham shunaqangi chiroyli narsa. Bu Brand firmaga tegishli. Bu naborimiz ham letniy Brand. Bunisi Miss Bella, bunisi Dantella hamda Tengali oqqush parba olishlarimiz. Bu parba olishni ham ko'rsatsangiz, hozirgi oxirgi modadagi narsalar. Mana mo'yitlari ham vobshe boshqacha. Tengalidan. Undan tashqari bu yoqda bu narsamizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu divanga solib qo'ygan narsamiz Tensil firmaniki. Bu juda ham kачественный narsa. Endi mana shu naborlarimizni to'plamini qancha summa bo'ldi deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Kimda kim aniq summani yozadigan bo'lsa, o'sha inson do'konimizga kelsa 5% lik chegirmani qilib beramiz. Bizning manzilimiz mana Optim Pastel, Andijon shahrxonida joylashgan. O'zbekistonda hamma viloyatiga dastavka pochta yoki mashinalar orqali, taksilar orqali berib yuboramiz. Quyida nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ayollarda ham nomerni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eng asosiysi savdo sayohat kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.